Assalomu alaykum Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar. Assalomu alaykum ekran oldidagi aziz ko'rarmanlar. Dunyo qurultiyi tarafidan Germaniyaning Myunxen shahrida ta'sis qilingan to'g'ri televiziyasining bugungi naq maydon suhbat programmasiga xush keldingizlar. Men Farhod Yurunqash, oldinlar hammangizlarni yurakdan salomlayman. O'sha vaqtinglar xayrli bo'lsin. Aziz qarindoshlar, sizlarga ma'lum bo'lganidek, o'tgan yili, ya'ni 2018-yili Dunyo qurultiyininki chaqirig'i va tashabbusi bilan chet ellardagi Uyg'ur tashkilotlarining bo'libmi Yevropadagi Uyg'ur tashkilotlarining yaqindan qo'llashi, moslashib berishi va yordami bilan o'tgan yili 4-oyninki 27-kuni Belgiyaning poytaxti Bryusseldagi Yevropa ittifoqininki oldida 5000 kishilik zo'r namoyish uyushtirilgan. Va shunday Dunyo qurultiyining chaqirig'i bilan yana o'tgan yil 11-oyning 6-kuni Jenevadagi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining oldida keng ko'lamli zo'r namoyish o'tkazilgan va bu ikkili Uyg'urlar erkinlik jazo lagerlari taqalsun degan o'rtaq shior ostida ilib berilgan bu keng ko'lamli namoyishlarga faqat Yevropada yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimiz emas, hatto Yevropaning sirtidagi, hatto Qozog'istondan, Qirg'izistondan, Kanadadan, Yaponiyadan, Avstraliyadan va boshqa ellardan, ya'ni 20 dan ortiq ellardan maxsus vatanparvar qarindoshlarimiz kelib, Yevropadagi qarindoshlarimizningki namoyish sepiga qo'shilgan va hozir yana Dunyo qurultiyining o'tgan yili 11-da chaqirilgan ijro komitetining kengaytirilgan yig'inda olgan bir qarorga asosan bu yil, ya'ni 2019-yili muvofiq bir paytda mushu keng ko'lamli namoyishninki yana bir uchinchisini Amerikada o'tkazish qaror qilingan va bu qarorga asosan Amerikadagi Uyg'ur tashkilotlari va Dunyo qurultiyining Amerikadagi rahbarlari riyosatchiligida bu yil, ya'ni 4-oyning 6-kuni Washingtonda keng ko'lamli zo'r birlashma namoyish o'tkazildi aziz qarindoshlar va bu namoyishninki kampaniyasi rasmiy boshlandi va buningki maxsus tayyorlik guruhlari qurildi. Chunki bu keng ko'lamli namoyishlar orqali biz birinchidan o'zimizning milliy irodasini ifodalaymiz, xalqimizning ichida dodbaryat chekayotgan, zulm chekayotgan bo'lib, jazo lagerlarida jon talashayotgan millionlagan xalqimizningki sadosini, qalb sadosini bu yerda dunyo jamoatchiligiga aksiyat beralaymiz va bu Jenevada bo'lsin, mayli Bryusselda o'tkazilgan namoyishlarda bo'lsin, bu namoyishlarningki belgilik darajada unumi bo'ldi. Biz o'zimizningki milliy irodasini talablarini xalqaro jamoatchilik ko'rsatdik. Bilasizlar, Birlashgan Davlatlar Tashkilotida o'tgan yili 8-oyda maxsus irqiy ayrimchilik qarshi turish komiteti tarafidan 1 milliondan ortiq Uyg'urninki jazo lagerlarida tutib turilayotganligiga oid maxsus doklad e'lon qilindi va bu doklad butun dunyo matbuotining qiziq temasiga aylandi va shu yig'inda Xitoy hukumati qattiq so'roqqa tortildi jazo lagerlari masalasi tufaylidan va yana Bryusselda o'tkazilgan namoyishimizning yana bir keltirgan unumi foydasi o'tgan yili Yevropa birligi, Yevropa parlamenti tarafidan Xitoyni ayblab, Xitoyning jazo lagerlari masalasini ayblab, uni taqishini talab qilib 15 moddali qaror loyihasi ma'qullandi. Endi bu Amerikada o'tkazilgan bu namoyish muhim aziz qarindoshlar, hammalarning xabari va Amerikada o'tgan yili ba'zi Avom palata va Kengash palata a'zolari maxsus Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasini kongressga sungan va jiddiy muzokara talashtash qilinmoqda va Amerikadan keng ko'lamli bir namoyish orqali o'zimizning milliy irodasini ifodalash bu munoyati muhim. Shuning uchun sizlarni bu 4-oyning 6-kuni Washingtonda o'tkaziladigan bu namoyishning tayyorlik xizmatlari haqida, buning konkret tadbirlari maqsadi haqida atrofli ma'lumotga ega qilish uchun namoyish Washington namoyish tayyorlik guruhininki mas'uli Dunyo qurultiyi ijro komitetininki raisi, Amerika kishilik huquq qurilishininki mudiri bizningki hammalarga tunilgan pishqan siyosatchimiz Umar Qanot apandimga bog'landik Amerikadan. Mana ekran oldida hammalarga tunishlik, hurmatli Umar Qanot apandim. Umar Qanot apandim, sizlarni oldirash ataydan vaqtingizni chiqarib ziyoratimizni qabul qilganligingiz uchun sizga alohida takrar rahmatimni bildiraman. Xush keldingiz. Hoş bulduk, rahmet var. Xo'sh, Umar Qanot apandim, men yuqoridan deb o'tdim, bu 4-6-kuni Washingtonda o'tkazilgan keng ko'lamli birlashma namoyish. Bu masalan, bu namoyishning asosiy maqsadi nima? Bu namoyishning tayyorlik ishlari qanday ketyapti? Buning konkret talablari nima? Siz namoyish tayyorlik guruhininki mas'ul bo'lish sifatingizdan qarindoshlarimizdan nimalarni talab qilasiz? Rahmet Ferhat, bayam nayt yaxshi deb o'tdingiz. O'zingiz masalan bizniki Brükselda Dunyo Uyg'ur qurultiyining yetakchiligida Yevropa
teşkilatlarning hamkorligi bilan Brüksel'de ilip verilgan namoyish, shuningdek yana 27 aprel kuni. Undan keyin 6 yanvar kuni 2018 yılı. Bu nemede Ceneva'da ilip verilgan namoyish şu vaqtda şu merkezlerde, dünyanın siyasi merkezleri yani bu, Brüksel olsun, Ceneva olsun, şu yerde muhim kararlarının iliniş harpısı ya ilinmanda şular münazara buluvatkan, müzakere buluvatkan bir şerait ilip verildi. Bunun siz degendek nayte belgelik önümü oldu ve bizbizdeki etki milliyetimizi ifadeladık. Taleplerimizde oturup koyduk. Şunun okşaş biz mi? Hazır mı? Bu Amerika'da biz şundak bir muhim kararlarının ilindiğen bir elinde şu kararlar iliniş harpısı provatınız. Siz degendek hazır Kongrede Amerika Devlet Meclisi'de iki kanun layısı var. Bu kanun layısını biz Amerika'daki bütün faaliyetçiler hareket kılıyorsunuz. Bu hareketin maksadı bunu tezden bu gün tertibi edip bu kanun nemesinden çıkarıp parlamentodan bunu kabul kılıp parlamentodan ötkenliği için bunu bir resmi bir kanunga aylandırışın. Bu kanunga aylansa elbette Uygur davası için çok bir yani bir galbi buludu ve Uygur davası Uygur meselesinin Amerika'nın resmi gün tertibi kirgen buludu ve bu nurgunluğun her cihatte bütün dünyadaki mesela bu perişan yüzgen Uygurlarının nurgun bu faydası var bununki. Bu şu kanun layısını kabul kılış nemesi harpısını mesela bu da bir namayişini ilip basak bu hükümet ne mi? Yani biz ahirde berip degende ne buldu deyseniz kanun mesela bu karar layısı kongrenin ötkenliği kim o? Prezidentin aldığı vardı. Prezident bu kol koygandı kim bu resmi kanunlaşılandı. Ucunda bir nemede hükümeti ve Amerika hükümetinin bu hareketlendiriş. Kongrede bir hareket var. Kongreden ait yaxşı bizge histaşlık var. Amerika hükümeti de mi histaşlık var. Ama hazırlıkça Amerika hükümeti tarafından ciddi bir tedbir ilinmedi. Şu tedbirini iliş Amerika hükümetinin bu meselede bir ciddi bir karar ilişiğe bir heydekçilik kılış oldu. Bu namayişimiz arkalık muşun nemini ifadeleş. Onun için hükümetini mecbur kılış. Özümüzde bulan halkının ki himayesini, halkının ki hükümetin olan talebini takımı güçlendiriş için bu namayişini ilip verişine karar kıldık. Bu namayişte ilip verişini meselesi de bir yerdeki Amerika'daki nurgun teşkilatlar biz bile hem kardeş vardı. Mesela en çok güç çıkarılan teşkilatların biri Sound Vision degen ve Müslümanların ki teşkilatı var. Bu teşkilat. Onun ikinci şu Rohingya Müslümanları. Mesela Birma'daki Rohingya Müslümanlarının ki meselesini dünyaya anlatkan bu şu Rohingya Birma hükümetinin Rohingyalar karta ilip bağlan kırgınçılık hareketini resmi bir kırgınçılık hareket genocide dünyaya kabul kıldığın halkara platformlarla ilip bağlan bir Birma hizmet grubu da bir Birma hizmet grubu var. Bu Birma hizmet grubu mu bu nemede bu namayışta biz böyle hem kardeşivatıda hem kardeşivatıda onun için başka dini teşkilatlar, Hristiyan teşkilatları var, Yahudi teşkilatları var. Bu teşkilatlar bu namayışımızda hemkarlaşıdır. Namayışımızda bizge hemkarlaşıdır. Bu namayışın ki biraz küçük gitti çünkü bu namayış neyse Washington'ın merkezinde Washington Plaza diye bir yerde ilip barımız o Aksaray'a neyse yakın bir yer. Şununla bir yönetimin adam kilişi mümkün. Bu kent kölemlik bir namayış oldu. Onun için namayışımızda hükümet tarafından olsun, Amerika Devlet Meclisi'nin azalarından olsun, nurgun kişilerini biz çağırvatımız, teklif kılıvatımız, bunların bazılarından vaat aldık geliş doğrusu da şununla bunun bir hatarlık meseleleri, ondakinde başka lojistik meseleler sebebinden bu ruhsatını biz neçe ay avval bu iltimasla kılgan olsak mı? Neyse uzun da çıktı bu mesele. Amerika hükümeti bilirsiniz bir neçe hatta Amerika'nın hükümeti işlemegendeki o sakçı idareleri işlemeyi şu meseleyle karaylıgan. Şununla bu uzak gitti. Ama ahir günümüzde bu 28. yılda 3. ayının 28'i bu bütün nimeler bu ruhsat verildi.
kundan keyin endi biz ciddi bir tayyorlik xizmatiga kirishdik. Tayyorlik bir gruppasi qurdik. Shu biz endi ikki cho'ng keng ko'lamli namoyish ilib borgan. Bu nimada biroz tajribali bo'lib qoldik. Bizning shu chog'da qurgan komitetimiz vardı. Şu komitetini yana tayyorlik komitetini o'zgartirgan shaklda aynı insanlar bilan bunu qaytadan qurdik. Undan keyin har qaysi davlatda bu namoyish ilib berilgan bo'lsa shu davlatdagi tashkilot sohibxonligini o'z ustiga olgan. Shuna o'xshash bu yerda endi Amerikada ilib berilganligi uchun Amerikadagi tashkilotlar, masalan Uyg'ur Amerika jamiyati, Amerika kishilik huquq qurilishi, undan keyin Kanadadan bu nayda bizga hamkorlik ko'p Kanadalik tashkilotlarmi va nurg'un namoyishchilardagi kishilarni akammakchi bu namoyish qatnashilgan kishilarni nima safarbar qilyapti. Shuningga bu Shimoliy Amerikada ilib berilgan bir namoyish deb hisoblab, buning doirasini kengaytirib, Kanadadagi Sharq Turkiston jamiyatini bu saytxonlar guruhiga qo'shdik. Şunun bilan bir tayyorlik guruhi qurildi. Tayyorlik guruhi o'z ustiga vazifalarni taqsim qildik. Shu vazifalar asosida bu tayyorlik guruhi jiddiy harakatga kirishdi. Endi bir oydak bir vaqt qoldi. Shu bir oy ichida endi hamma tayyorlikni qilib, bu namoyishga bütün tayyorliklarni tugatib, undan keyin keladigan odamlarni bu yerda qarshilash, undan keyin namoyishninki naydi ratlik o'tishi uchun bununla kafalatlik qilish to'g'risida bütün tadbirlarni ilovatimiz. İnşallah bu namoyishimiz bu Brüksel'de ilib berilgan namoyish va Janvada ilib berilgan namoyishdek nayda g'albilik o'tilganligi ishonamiz. Undan keyin buning şu Brüksel'deki Janvadagi namoyishlar bergan ko'rsatgan o'limni ko'rsatganligi ishonamiz. Rahmat, Marqon Tapandim. Haqiqatan siz degandek bu 4-6 kuni Washington'da o'tkazilgan bu keng ko'lamli namoyish hamda butun dunyo miqyosini olgan bir namoyishimiz bizningki. Gerçi bunun chaqirig'ini dunyo guruhi o'tirib qo'ydi, siz deb o'tgandek Amerika Uyg'ur birlashmasi, Amerika kishilik huquq qurilishi, Kanada Uyg'ur jamiyati bu tashkilotlarning sohibxonligida o'tkazildi, ammo bu bütün xarakterlik hammamizning o'rtaq, bütün muajirat yashayotgan qarindoshlarimizning bu o'rtaq bir namoyishi. Bunda u palon tashkilot o'rlashtiribdi, Pakiston tashkilot chaqirib sohibxonlik qilibdi deydigan bir qarashda bo'lmasligimiz kerak. Chunki Allohga rozi bo'lsin, avval qatimliq ikki cho'ng namoyishimizda bunda ahvollar ko'rilmagan. Bütün o'xshamagan qarashdagi tashkilotlar, o'xshamagan qarash siyosiy fikrdagi qarindoshlarimizning hammasi mayli Janvadagi bo'lsin, mayli Brükseldagi namoyishlarimizga kelgan, qo'llagan va ishtirok qilgan va albatta bizmi bu qatimqi 4-6 kuni Washington'da o'tkazilgan namoyishimizningki shunday bir qo'llashga erishganligiga ishonamiz. Chunki avvalgi yakshanba kunimi bütün qurultay rahbarlari va chet eldagi Uyg'ur tashkilotlarining rahbarlarini qatnashishidan bir telefon yig'ini chaqirilib, shu ish taqsimoti olib berildi va bu haqdagi qo'llash nihoyat yaxshi. Xo'sh, Umar Qatabandim, hamda bu avval qatim ikki qatimliq namoyish qilib 20 necha davlatdagi 30 ga yaqin davlatning Uyg'urlar kelganda, ham Yevropaning sirtidagi davlatlar. Bu da hamda Dünya Uyg'ur qurultaylar aloqalashayotgan, murojaat qilayotgan nurg'un davlatdagi qarindoshlarimiz va mushtislar uyushtirayotgan 4-6 kundagi namoyishga qatnashishni orzu qilganligini ifoda qilib, masalan Qozog'istondan, Qirg'izistondan, şu Yevropaning har qaysi davlatlardan hatto hamda bu qarindoshlarimiz masalan bu namoyishning vaqti nechilik bo'ldi. Bu qarindoshlarimizninki masalan u yerga borsa, ba'zininki garajdan bo'lmagan qarindoshlarimiz var, Yevropa birligiga a'zo davlatlarning texnik garajdonlik o'tmagan, vizaga ehtiyoji bor qarindoshlarimiz var. Bular hamda qanday qilamiz, bizga taklifnoma o'tib berish imkoniyati bormi degandek savollar bor hamda. Bularga nisbatan qanday bir javobingiz bor hamda? Bulardı mağama telefonlar geldi. Şundak bizge bir nime evet teklif evet. Elbette siz bayam degandek bu namoyish elbette hemmemizden namoyishi, bütün Şarkı Türkistan halkının namoyishi, hemmeylerden qatnashishi ve qatnashalaydı, qatnashishi kerak, qatnashishini talab qilamiz. Qaysi ko'z qarashli bo'lishidan qat'iy nazar bu shu Uyg'urlarning milliy kimligini, milliy talablarini ifodalaydigan o'tirib qo'ydigan bir namoyish. Shuningga hammanglarning qatnashishini biz kutamiz va shu qarshi olamiz. Endi bu nimada Janvada bo'lgan namoyishda bu taklifnomalarni avatib berdik. Taklifnomalar nima asosida bor desangiz, biz bu
o Ceneva'daki namayişten keyin bu Germaniyada bir Şarkı Türkistan Milli Kengeşini açtık. Şu kengeşke teklif kılınganlığı üçün bularga hepsiga endi viz talep kılaga viz berdi. O nimadiki Brükseldeki namayişti bu bizniki ikki yığınımız bo'ldi bu yerda. Shu yığınga chaqirgan qarindoshlarimiz bu menda viza avatdik. Endi viza talep qilmaydigan yerlardan qarindoshlarimiz o'ziniki g'ayrati bilan, o'zining himmati bilan, o'ziniki chiqargan mas'alatlari bilan shunday uzun masofalarni besib kelib bu namoyishlarda qatnashdi. Shunda o'ziniki bu bir kishilik vatan millatga bo'lgan burchini shu yerda ado qildi va ko'rsatdi fidokorligini. Onundan nayte minnettar bo'lgan shu biz hozirmi nayte minnettar bo'lamiz agar qarindoshlarimiz imkoni bo'lsa. Va viza chunki bu namoyish 4 soat davomlashadi. Soat 1 dan soat 5gacha. Endi bu 4 soat davomlashadigan bir namoyishga bu taklifnoma evatsak, balki bularga u viza ofitserlari bularni viza bermasligi mumkin. Shuning bilan bularniki shunchalik bir viza ilish uchun yo'l menish kerak, masrafi bor uningki shunchalik bir nimaga bularni bir qiyinchilikqa uchratmaslik uchun biz bu bir ancha muncha bunday so'zlashib baqdik. Uning qaragan chaqda hamda shu yerdagi ofitser hamda qaror berdi bu sen nimaga borasan desa 4 soatlik bir namoyish bor desa balki buningga viza bermasligi mumkin deb mushundaq talabda bo'lgan qarindoshlarımizga rahmat aytdik, ammo o'zligi deydik, ya'ni uzun bir 2-3 kunlik bir yig'in bo'lgan chaqda sizlarni chaqirsak bo'ladi, lekin ammo bu bir 4 soatlik bir namoyishga chaqirsak, balki viza berilmay qolsa, u endi ikki tarafga biroz bu nimalik bo'ladi. Shuningga bu nimaga agar viza oladigan, viza ilish kerak bo'lgan ish bo'lib qolsa, buningda shu uzoqdan turib bizni qo'llab berganingiz lazım. Biz rahmat aytamiz deb o'zimizdagi tashakkurini, o'zimizdagi rahmatini ifoda qilamiz. Rahmat. Endi bu namoyishning cho'ng projektlarning biri, endi cho'ng bir program bor. Birlashma namoyish. Masalan, buningda shu hozir endi mening bilishimcha, endi bu Yevropa, Amerikaning strategik qarindoshlarimiz qarta fikringizni, taklifingizni yaxshi berdingiz. Hozir Amerikadan bilishimcha 5 mingdan ortiq, balki buningdan jiq bo'lsa kerak. Uyg'ur yashaydi endi. Shu Washington atrofidagi Virginia dimlay ko'p Uyg'urlar. Uyg'urlarningki bu qatimki bu 4-6 kuni o'tkazilgan zo'r ko'lamli birlashma namoyishga bo'lgan qiziqlik qaysi darajada bu vaqtda ma'lumot bersangiz. Endi buni TXM'de bu teşviqat işlariga başladık. Nurg'ulg'an qarindoshlarımızdan albatta xabari bor. Hammaga berib bu namoyishni tashviq qilyapmiz, namoyishga qatnashishga chaqiryapmiz va bu yerdagi boshqa bu yerda faoliyat ilib borgan boshqa faoliyatchilarmi bor. U faoliyatchilarmi nihoyatda qizg'in bu namoyishga hassa qo'shyapti. Bu gerçekten biz bu namoyishga teşkilat isim bile kirmegen bo'lsa-mu, başka bir yerdeki başka qarindoshlarimiz bo'lib, bu yosh qarindoshlarimiz bununla biz bütün gücümüz bilen bu namoyishni qo'llaymiz. Namoyishga o'zimizning hassimizni qo'shimiz dedi. Barliq o'ziniki o'z bilan konuş bo'lgan bu tashkilotlar ularni harakatga o'tib ketdi. O'zlari munosabat qurgan, o'zlari ular bilan birga ishlayotgan tashkilotlarni bu namoyish qatnashish uchun biz bunga haydakchilik qilamiz deb nihoyatda yaxshi va'dalarni berdi. Taxmi shu 2 kun burun bu yerdagi yosh bolalar bilan ko'rishdik. Bularning faoliyat, yaxshi faoliyat ilib berayotgan bolalar, bularning hammasi bu namoyishga qatnashadiganligi to'g'risida, bu namoyishni qo'llaydiganligi to'g'risida va'da berdi. Ularni bu bizniki shu nima tayyorlik komiteti ichiga ba'zilarni sirtdan hamkorlashadiganlar bo'ldi. Men kirmagan bo'lsam, sirtdan hamkorlashadigan. Ular biz bilan hamkorlashib menyapti. Endi boshqa shtatdagilarga shu sosyal medya deydi, shu ijtimoiy taratqular orqali bu o'zimizdan berilgan e'lonlarimiz orqali chiqarilgan e'lonlarimiz orqali boshqalarni endi bu shu boshqa shtatdagilarni endi kelib bunga namoyish qatnashishga taklif qilamiz. Ularni albatta Amerikada yashayotgandiki, hammasiningki Amerikadagi hozir butun Uyg'urlarning qiziqligini aytdi.
ko'p va hammaydan bir ish qilish uchun harakatga o'tgan bir vaziyatda shuningga bu namoyishga bu Amerikadagi butun qarindoshlarimizniki imkoni yor bergan ahvol ostida hammasini kelib qatnashadiganligiga ishonaman. Nurg'un telefonlarni ilyapman boshqa shtatlardagi qarindoshlarimizdin. Ularning hammasi bu namoyishga keladiganligini ifodalab Masalan, bugun men hozir bu Yale Üniversitesi akşam bir konferansga qatnashgan. Bu Connecticut shtatida bu hamdi. Müşahidim bazı qarindoshlarimiz borki, bularni qo'llab bu namoyishni hatto meyadagi o'quvchilarga bular meyadagi o'sha Yale Üniversitesiga o'quvchilar akşam bizni tashviq qildik. Ularni dedik hatto o'zinglarniki tanishlarini Washington atrofidagi vakillardan tanishlarni shu namoyishga berishga undanglar, shular buni tashviq qilinglar deb aytdik. Ularni va'da berdi. Onun için bütün qarindoshlarimiz manla emas hozir deydi. Nurg'ulg'an qarindoshlarimiz var, yoshlar bor, ayollar bor. Bular berib boshqa shtatlarda ham yerda Amerikaniki bo'libmi bu universitetlarda, maktablarda, diniy guruhlarda bu Uyg'ur masalasi bir to'lqin qo'zg'aldi. Shu nimalarda hammaylar berib qaysi shtatga bo'lsin, qaysi universitetiga bo'lsin, Uyg'ur masalasini anlatıdı, Uygurların ahvalını anlatıdı. Hammaydan Amerika hükümeti bu Amerika halkıdan, okuvchilardan, dini gruplardan bo'lsin. Birinci mesele nimani? Amerika'da hazır Amerika parlamentosidagi, Amerika Davlat Majlisidagi qonunni qabul qilish to'g'risida o'zlarining vakillariga telefon qilib yo xat yozib, shu qonun loyihasini qo'llash to'g'risida tavsiyada bo'lyapti, talabda bo'lyapti. Mana bu shu Connecticutda masalan bir senator buni qo'l qo'ygan, Blumenthal degan senator var bu Connecticut'niki. Ama bu yerdagi avam palatasidagi vakilleri nimaga bu qonunga qo'l qo'ymagan. Men bu shulardan talab qildim. Oqshomgi yig'inda o'quvchilardan o'zinglarniki mishadagi Amerika Davlat Majlisidagi vakillarga ya mishadagi ishxonasiga berib, aloq qurib buni qilishinglarni talab qilamiz deb hammaylar mushunimi deyish orqali, namoyishnimi deyish orqali albatta bütün hamiyadagi vatandaşlarımızı ve Uygurlarni, Amerika'daki bütün Uygurlarni bundan haberdar qilamiz. Haberdar qilgandan keyin shu hareketlerimiz orqali inşallah bu namoyishda to'liq qatnashadi deb o'ylayman. Rahmat. İnşallah bu namoyish bütün xalqimizning ko'zi quloqi hozir Amerikada, chunki ikki qonun loyihasi jiddiy talash tortish qilinyapti hozir Amerika Kongressida. Shuning uchun bu namoyishning ahamiyatini, nihoyat muhimligini eskartib o'tdingiz. İnşallah bu namoyishninki bütün dünyadaki qarindoshlarimizningki har jihatdan moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llab quvvatlashiga erishdi deb o'ylayman. Bu oxir so'raydigan masalan namoyishninki bu konkret kun tartibi yoki yig'ilish bir yerga yig'ilib qilishadi bo'lamdi yoki yurish qilish shaklida bo'lamdi. Namoyishga qatnashgan bizningki qarindoshlarimiz, Uyg'ur qarindoshlarimiz nimalarga diqqat qilish kerak? Hamda birincisi bu namoyish shu bir maydonda bo'ladi. Manda deganda Freedom Plaza degan erkinlik maydonida, erkinlik maydoni degan bir maydonda bo'ldi. Shu bir biz nima mangmaymiz hamda shu yerda turib, shu yerda bir yerda bo'ladi namoyish, bu yerdan taqilgan chog'dimi, shu yerdan taqilamiz, yiqilgan chog'dimi, shu yerga chiqamiz. Ondaki yana birisi ham bu yerga bayondab o'tganimdek namoyishga nurg'unlagan Amerikadagi siyasetçileri keldi, devlet adamları keldi, bu yerda ular so'zlaydi. Shularning andikiza nurg'unlagan xalqaro tashkilotlarning vakillari bu yerda so'z qiladi. Hamda shuar to'lashimiz mumkin, shuar to'laymiz. To'lgan shuarimiz shu yangrab qulog'ida Oqsaroyga yetib boradigan bir musofada bu nima bu erkinlik maydon. Hamda diqqat qiladigan ishlar shu tartibga diqqat qildi u yerda. Chunki bizga necha ketim shunga yig'inlar ichildi. Bu nimada bu namoyishga ruxsat berilgan idoraniki bizni yig'inga chaqirdi, bordik. Hamda bu yerda bularninki degani hamda bexatarlik masalasiga diqqat qilish kerak. Bexatarlik masalasi deganimizda hamda boshqa deydi, bular boshqa guruhlar kelishi mumkin deb. Masalan,
karşı gruplar gelip mesela Xitayla başka adamlarını teşkillep ya bizge karşı namayış ötküzüp ya bizge karşı şuar to'lab mındaq bir işlam bo'lishi mumkin. Ko'p ishlar bo'lgan chog'da faqatla uni saqchiga xabar qilib, ular kuchga yetadigan bizlarni bir harakat qilib ular bir til uzat bunda bir ishlomi bo'lsa bu bizga bir har qanday bir hujum bo'lsa, uning hujumga nima qaytmay saqchiga berib, shu saqchiga desanglar. Chunki bular sizlarniki bu harakatinglarni, shu namoyishinglarni buzish uchunmi kelishi mumkin bu odamlar. Shunga hech qachon bular bilan takallashish, bular bilan urushish, ular bilan bir munozaraga kirishishni qilmanglar. Har qanday bir qarshi gruplar kelib atrofinglarda sizlarning namoyish o'tkazib qolsa deb shunday dedi. Shunga tartibga rioya qilish kerak. Albatta biz bu yerda tartibni, bexatarlikni saqlaydigan bir guruh tashkillaymiz 40-50 kishidan tashkil topgan. Ularningki alohida belgisi bo'ldi. Shu biz kiyib olgan bir jelikdek bir nima deb ko'rdik-ku, endi shu işte kiydigan yeşil nimasi bor. Shuni endi hammaylar shuni kiyganlarningki degan gaplariga bo'ysunib endi shu nazm tartibga diqqat qilib, yaxshi bir o'zimizga loyiq, madaniy, tartibli, intizomli bir namoyish o'tkazishga bütün yurtdoshlarimizninki, namoyish qatnashadigan yurtdoshlarimizninki buningda bizga biz bilan hamkorlashishini talab qilamiz. Rahmat, Maqat efendim. Avval qatimliq masalan Janvada olsun, bulupmu Brüksel'de o'tkazilgan namoyishda Xitoylarningki uning qudrat qilish, provokasyon deymiz hamda qudrat qilish ahvollari ko'rilgan ham bu yerda. Şu qarindoshlarimiz bunday so'g'aqqan bo'lgan Janvadan bu ahvol ko'rildi. Har namoyishda ko'rilyapti hamda. Bulupmu Amerikada Xitoyning soni bekchek, 10 necha million Xitoy va har xil ehtimollarni ko'z oldimizga ilishimiz kerak. Shu tartib qo'g'duvchilarningki, tartib mas'ul xodimlarningki har zaman ularningki buyrug'iga ularni o'rlashtirishiga qat'iy amal qilish kerak va amal qilib keldi hozirgacha inshaalloh Amerikalik qarindoshlarimiz buniga taqim amal qildi degan umid va ishonchdaman. Rahmat Umar Qanat efendim. Bu hamda namoyishning kampaniyasi rasmiy boshlandi. Siz hozir safar ustidagi mehmonxonadan bu programmaga qatnashyapsiz. Safaringizga muvaffaqiyat tilayman va 4-oyning 6-kun o'tkaziladigan buyuk, zo'r birlashma namoyishga muvaffaqiyat tilayman. Rahmat sizga. Sizga ko'p rahmat. Hürmetli televizyon görüşler, sizlerin ko'rayotgan Dünya Qurultayı tarafından tasdiqlangan To'g'ri televiziyasining Naq maydon suhbat programmasi. Biz yuqorida Umar Qanat efendim bilan Amerikadagi hammalarga tunish Dünya Qurultayı ijro komitetining raisi Umar Qanat efendim bilan ya'ni 4-oyning 6-kuni Washingtonda o'tkaziladigan zo'r birlashma namoyishining tayyorlik ahvollari ve onun konkretini talabları, konkretini mazmunlar haqida suhbat ilib bordik aziz qarindoshlar. Bu buna ait mühim bütün dünya miqyosida olgan bir namoyish. Bu faqat u tashkilot o'rlashtirib, bu tashkilot chaqiribdi degan pozitsiyada bo'lmasligimiz kerak. Avval qatimliq bu Janvada Bryusselda o'tkazilgan namoyishlarimizni bütün qarindoshlarimiz milliy manfaatni hammaning ustiga qo'yib, bu ikki namoyishni har xil o'xshamagan fikrdagi, o'xshamagan qarashli tashkilotlarimiz, siyosiy faoliyatlarimiz va avom xalqimiz qo'llagan. Allah hamimizdan qarindoshlarımızdan razı olsun ve bu qatimki namoyishning bu shunday zo'r muajiratli bütün qarindoshlarımızın, bütün tashkilotlarimizning, bütün siyosiy faoliyatlarimizning qo'llab quvvatlashiga erishib degan ishonchdaman va mush fursatdan foydalanib qo'ymoqchi. Bu namoyishning kampaniyasi rasmiy boshlandi. 4-oyning 6-kun olib berildi. Vaqt nihoyat oz qoldi. Shunga meningki bir iltimosim mushu chet ellardagi ijtimoiy sotsial media aktivistlari qarindoshlarimiz, axborotchiliklar shug'ullanayotgan qarindoshlarimiz mushu kompaniyani g'amu aktivlik bilan moslashib va bu namoyishni o'zlarininki mushu sotsial mediadagi mushu bir oy ichidagi asosiy vazifalariniki dars qilsa deymiz. Albatta tayyorlik komiteti tarafidan maxsus bu qatimki namoyishninki logolar hazırlanayotdi, shuarlar hazırlanayotdi. Buningdan keyingi programlarimizda bu haqda bu qatimki namoyishninki kampaniyasi haqida davomli biz program o'tkazishga tirishamiz. Aziz qarindoshlar, shuni bilan bu qatimki Naq maydon programmasini mishada oxirlashtiraylik. Kelar qatimliq programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishguncha omon bo'ling. Xayr xo'sh.